Bekzod Esonovni qarsaklaringiz ostida kutib olamiz. Bekzodjon, xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Marhamat, sahna sizga. Bekzod O'zbekiston bozorida brending bo'yicha yaxshigina natijalar qilganlar. Bugun o'zlarining tajribalari bilan bo'lishadilar. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan brend qurish va uni himoyalash mavzusida suhbatlashamiz. Suhbatimizni Amerikada o'tkazilgan bir tadqiqot bilan bo'lishsam, Payless degan kompaniya o'zini rebranding qiladi. Payless kompaniyasi taxminan $20 atrofidagi oyoq kiyimlarni sotish bilan shug'ullanar edi va ular ijtimoiy tajriba uchun o'zlarining brendini to'laqonli o'zgartirishadi. Va mana bunday ko'rinishga keltirishadi. To'liq dizaynlar, brendlarning nomi, logotiplar, stilistika va to'liq servis o'zgaradi. Faqat bir narsadan tashqari. Bu mahsulotning o'zi. Ya'ni mahsulot o'zgarmaydi. Xuddi o'sha $20 ga sotib kelinayotgan oyoq kiyimlar nima deb o'ylaysizlar? Mana shunday vizual bilan qanchaga sotilish boshlanadi? 100, 200, 500 zo'r. $200 dan $600 gacha sotish boshlanadi va bir kun ichida foydaga kirishadi. Mana bu aynan brendingni kompaniyalarga beradigan qiymati. Hozir sizlar bilan mana shuni chuqurroq ochamiz. Ya'ni qanday qilib brend qurish mumkin, bunaqa brend qurish mumkin va uni qanday qilib himoyalash mumkin. Ko'pchilik tadbirkorlar bilan suhbatlashgan paytimizda mana shu ikkita narsada xato qilishadi. Ya'ni birinchisi brend qurishni noto'g'ri qilishadi, ikkinchisi qurgan brendlarni himoyalay olishmaydi. Ushbu tadbirkorlarni ko'pchilik tanisa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Bularni umumlashtiruvchi jihat nimada? Shaxsiy brend, yana mijozlar, yana internet, juda yaxshi. Bularni sizlar aytganlaringizdan qo'shimcha bir umumlashtiruvchi jihati bor. Bularning hammasi bizning mijozimiz. Ya'ni bizning xizmatimizda mana shularning hammasi va bulardan tashqari quyidagi kompaniyalar va bulardan tashqari yana 400 dan ziyod 400 atrofida kompaniyalar xizmatimizdan foydalanishgan. Ismim Bekzod, Mountain brendigi agentligi rahbariman. Biz brend qurish, korxonalarga nom topish, logotip va qadoq dizaynlar tayyorlash bilan shug'ullanamiz. Ya'ni sodda qilib aytganda brend qurish va uni himoyalash bilan shug'ullanamiz. Brend qurish haqida kirishimizdan oldin buni tarixiga nazar solsak, ya'ni o'zi brend so'zi qayerdan kelib chiqdi? Biz shuni yaxshilab tushunib olsak, keyinchalik maqsadimizni yaxshiroq tushunib olishimiz mumkin, ya'ni brenddan maqsad nima ekanligini. Brend so'zi brender so'zidan kelib chiqqan, 1500-yillarda qishloq xo'jaligida asosan ishlatilish boshlangan. U paytlari chorva mollari bo'lgan va fermalar bo'lgan bir nechta. Chorva mollari qaysi fermaga tegishli ekanligini bilish uchun tamg'a bosilgan. Keyinchalik 1800-yillarda aynan mana shu termin kompaniyalarga nisbatan ishlatilish boshlangan. Maqsad bitta: ajralib turish. Ya'ni biz brend qilar ekanmiz, bitta maqsadimiz bo'ladi. U ham raqobatchilarimizdan ajralib turish. Endi mana shu brend qurishni o'zini algoritmi bor. Xuddi Yandexga A nuqtani belgilaganimizdan keyin bizga yo'l chizib beradi-ku. Mana shu algoritmda biz yuradigan bo'lsak, eng sodda ko'rinishi biza brend bo'lishimiz mumkin. Birinchisi tadqiqot, raqobatchilarimiz, bozor, o'zimizni, ya'ni bizning kuchli tomonimiz nimada, moliyaviy imkoniyatlarimiz nimada, nima yechim bera olamiz, kuchli tomonimiz nimada, mana shularni tadqiqot qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam bu strategiya. Mana shundan kelib chiqib, biz qanday qilib o'zimizni namoyon qilamiz. Ikkinchisi, uchinchisi identika. Identika haqida to'liqroq to'xtalamiz va uni amalga oshirish. Aynan hozir chiqishimdan oldin amalga oshirish haqida ustoz gapirayotgandilar, ya'ni ijtimoiy tarmoqda uni podacha qilish, ommaga yetkazish, veb-saytlar va boshqa narsalar. Xuddi mana shu ketma-ketlikni to'liqroq varianti, vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun bu haqida to'xtalib o'tirmadim. Ya'ni 1 dan 6 gacha agar biz to'g'ri bajaradigan bo'lsak, aniqki biz brend bo'la olamiz. Mana shu 6 ta qadamni bosib o'tadigan bo'lsak. Va hozir chuqurroq to'xtalganimiz bu identika, ya'ni 5-qadam. Bu brendni ko'pchilik tanisa kerak. Qaysi brend? Qaysi? Kardinka. Nimadan taniyapsizlar? Bu yerda logotip qo'yilmagan-ku. Qizil rangidan, yana
Aha, ko'rinishida. Zo'r. 365 kunda. Aynan mana shu sizlar taniyotgan narsa identika. Identika shunaqa bo'lishi kerakki, qaysidir brendni elementini olib tashlasa ham sizni tanish kerak. Masalan, logotipni olib tashlasangiz ham, nomni olib tashlasangiz ham, rangni olib tashlasangiz ham shunaqangi darajada kuchli ishlab chiqilgan bo'lishi kerakki, sizni taniy olishi kerak. Identikaning turlari juda ham ko'p. Hozir bu narsani ustoz gapirib berdilar. Audial bor, ya'ni ovoz orqali bor, vizual ko'rish orqali bor, eshitish orqali bor. Biza ustozimizga qilib bergan identikamizni qilib beramiz, ya'ni ustozimiz ham mijozimiz bo'ladilar. Bularga to'liq biza dizayn konsepsiyalarini yangilab bergandik va mana shu yerda identika elementlarini ko'rishimiz mumkin. Bular birinchisi savdo belgisi, ya'ni nom, brend nomi desak bo'ladi. Biza eshitish orqali qabul qiladigan identikamiz. Bu Perfect Consulting Group yoki PCG deb ataladi. Ustozimizda shaxsiy brendlari kuchli bo'lganligi uchun Ibrohim Gulamov brendi uchun ham biz logotip qilgandik va bu ham identikaning muhim elementi. Ikkinchisi brend ranglari, mana korzinkani tanlab olganlaringizga sabab aynan mana shu. Uchinchisi shriftlar, shrift haqida ham muhim, chunki korzinkani ham u orqali tanisa bo'ladi yoki boshqa brendlarni va grafik elementlar va ikonografikalar. Mana shu narsalar hamma joyda, har qanday vaziyatda bir xil yetkazilsagina kompaniya o'zini mijozlariga to'g'ri taqdimot qilishi mumkin va yuqoridagi natijaga erishishi mumkin. Faqat yuqoridagi natijada bitta tomoni bor, $20 oyoq kiyimni $600 sotishyapti. Bu narsani tarafdori emasmiz. Ya'ni aslimiz qanaqa bo'lsa, ko'rinishimiz ham shunaqa bo'lishi kerak. Ko'pchilik tadbirkorlarda $20 emas, $50 oyoq kiyim yoki undan ham balandroq arziydigan oyoq kiyimlar ishlab chiqarishadi. Vizual ko'rinishini juda yomon holatda qilishadi. Endi identikaning eng muhim elementlaridan biri va O'zbekistondagi tadbirkorlar ko'pchilik xato qilayotgani bu brend nomi, ya'ni naming. Forbes saytini ko'pchilik bilsa kerak. Mana shu saytdagi tadqiqotga ko'ra, iste'molchilarning 74% biror bir mahsulotni tanlayotganda aynan brend nomi muhim ekanligini aytishgan. Tasavvur qilinglar, sizlarning brendlaringiz nomi mijozlaringiz tanlashi uchun 74% narsani hal qilyapti. Bu juda katta ko'rsatkich. Va aynan shu bilan bo'layotgan muammo, ko'pchilik yaxshi nom, chiroyli nom topishadi, lekin uni himoyalab bilishmaydi, ya'ni o'zlariniki qilib olishmaydi. Va O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham aynan shu xato bilan ko'pchilik tadbirkorlar qilyapti. Va ko'pchilik yaxshi ko'rgan va haqiqatda brend deb tan oladigan Apple kompaniyasi ham. Apple kompaniyasi Steve Jobs bilan uning sheriklari bu brend bilan faoliyat boshlashdan oldin Apple nomini, ya'ni boshqa odam patentlagan bo'ladi, aniqroq Beatles degan muzika jamoasi patentlagan bo'ladi va Steve Jobs bu nomni tekshirmaymi yoki o'sha paytda tajribasizlik qilibmi, 1900-yillar haqida gap ketyapti. Apple nomi bilan ish faoliyatini boshlaydi. Yillar davomida sudlashib yurishadi. Katta pullar to'lab yuradi Apple. Oxiri 2007-yilda Apple nomini $500 million sotib oladi. Juda katta summa. Bu haqida masalan deylik Wikipedia'da yoki boshqa ochiq manbalarda ham juda ko'p ma'lumotlar bor. Yana bir O'zbekistondagi premyer, aslida olganda premyerlar ko'p. Masalan, Tesla kompaniyasi ham birov patentlagani uchun $75 ming sotib oladi nomini. O'zbekistonda ham bir qancha brendlar bor o'zimizga murojaat qilgan va yana bir mana shu xatodan o'tgan kompaniya bu Angle Seafood, ya'ni hozir biladigan korzinka. Kim biladi, Angle Seafood nomi bilan ishlagan korzinka 1996-yillarda. Juda ozchilik. Va Zafar akaning aytishlari bo'yicha aynan mana shu brend nomi ularga ko'p muammo bo'lgan. Ya'ni Oybekdagi Angels Food bilan adashtirgan deyshadi yoki Angle Seafood deb atagan deb aytishadi. Ya'ni har xil odamlar har xil ataganligi uchun bular va onlayn bozorga kirish uchun rebranding qildik deb aytadilar Zafar aka. Ya'ni O'zbekistondagi katta brendlar ham, shu jumladan Elvis, Maskan va boshqa juda ko'plab brendlar ham aynan rebranding jarayonidan o'tgan. Mijozlarimiz ichida ham rebrandingdan keyin mana yuqorida Payless brendini ko'rdik. O'zbekistonda ham aynan mana shu rebrandingdan keyin natijaga erishgan kompaniyalar juda ko'p. Bulardan sanoqli, ya'ni ikkitasini misol qilib ko'rsatdim. Birinchisi qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi mijozimiz Abdulaziz aka. Bular nomlari postmodern edi. Bir suhbat davomida ular bilan suhbatlashganimizda nomlari patentdan o'tmasligini tavsiya bergan paytimizda to'liq rebranding qilishga kirishdik
nom, logotip, qadoq dizaynlar to'liq konsepsiyani yangilaganimizdan keyin bir intervyu olganimizda 10x o'sish bo'lganini aytishdi. Aynan rebrendingdan keyin. Yaqinda bo'lgan Hasan aka Mamasaidov, Jahongir aka degan mijozimiz tavsiya qilgan ekanlar bizga. Ular patentdan o'tmaydigan nom bilan bizga murojaat qilishuvdi. Bular gigiyenik vositalar ishlab chiqarishadi. Ular ham ko'p o'tmay yilni boshida boshlagandik brendingni. Yaqinda intervyu oldik, savdolari 2x ga o'sganini aytdilar. Ya'ni to'liq konsepsiyani yangilash orqali. Bular haqida to'liqroq ma'lumot Instagram sahifamizda bor, bemalol kirib ma'lumot olsalaringiz bo'ladi yoki YouTube'imizda. O'zlarini aytgan gaplari bor aynan rebrendingdan keyin foydalar haqida. Va yana bir yuqorida nom bo'yicha xato qilingan konsepsiyalarni ko'rdik. Endi dizayn bo'yicha xato konsepsiyalarni ko'rsak, bu brend Rossiyada 12 ta filialga ega va aynan Rossiyani o'sha menyulardagi ko'rinishi, bu brend O'zbekistonga kirib kelayotgan payti biz orqali rebrending qildi. Hozir Seul Moon'da ochilgan. Aytib o'taman qanaqaga o'zgarganini. Brend nomi Alab bosadi, chunki hozirgi paytda biroz arab tilidagi nomlarga muammo bo'lishi mumkin. Biz to'liq yangiladik. Shu bilan birga nomlari, dizayn konsepsiyalarini to'liq yangiladik. Endi tasavvur qiling, mana bunday holatga biz yechim berdik. Brend nomi oldin, ya'ni o'sha zamonaviy o'zlarini sohalariga mos, ya'ni always delicious energy, ya'ni har doim mazali energiya, quvvat degan ma'nodan kelib chiqadi bu nomi. Va nima deb o'ylaysizlar? Sizlar mijoz bo'lsalaringiz qaysi biridan sotib olardingizlar? Seulga kirdingizlar, ikkita do'kon turibdi, bittasi bu, bittasi bu. Qaysi biridan sotib olgan bo'lardingizlar? Mahsulotni tatmagan holatda. Bunisidan, juda yaxshi. Agarda sizlarga ham shunaqa bir yechim kerak bo'lsa, biz sizlarga xizmat ko'rsatishimiz mumkin aynan shu bo'yicha. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Kuchli brend bo'lish uchun mana shu nomni, logotipni, umuman olganda brendingning ahamiyati qanaqa? Ahamiyat katta. Nima deb o'ylaysizlar? Aynan mana shu brendingni kuchli brendlarga xizmat ko'rsatgan O'zbekistondagi lider kompaniyalar qildirish kerakmi yoki endi chiqqan hali sizni tajriba quyonchasi qiladigan frilanserga topshirish kerakmi? Juda yaxshi. Agarda sizlarga kuchli brendlarga xizmat ko'rsatgan agentlikdan brending xizmati kerak bo'lsa, biz sizlarga yordam berishimiz mumkin.